Assalomu alaykum azizlar, hurmatli do'stlar. Uyqusizlikka Azaleptol yaxshimi yoki kitob yaxshimi? Javob beramiz. Azizlar, javobim shuki, hech qaysi yaxshi emas bu ikkovidan. Agar sizni xushingiz joyida bo'lsa, siz misol o'zingizni ruhiy jihatdan kasal deb hisoblamasangiz, ya'ni aqlingiz, xushingiz joyida bo'lsa, psixiatrik kasal hisoblamasangiz, sizga xoh kitob bo'lsin, xoh bu azaleptol bo'lsin, xoh azaleptini bo'lsin, sizga to'g'ri yechim bo'la olmaydi. Ba'zi bir dorilar bor, triftazin, galoperidol, bular o'ta og'ir kasallarga, aniqrog'i psixiatrik kasallarga beriladigan doridir. Hozirgi zamonda dorilar juda ko'p. Bu dorilarning ziyonlari ham turlicha bo'ladi. Misol, parasetamolning o'ziga yarasha ziyoni bor, u og'ir dorilarni galoperidol, triftazinning o'ziga yarasha zararlari bor. Endi siz yoshingiz nechida? Ishlay olasizmi? Sizdan fikrlash yaxshi turibdimi? Xotira buzilgan yo'qmi? Kritika не нарушенami? Bunda sizga uyqusizlikning sababini aniqlab, undan keyin shunga yarasha chora-tadbirlarni ko'rish tavsiya qilinadi. Bu dorilarning asoratlari ko'p. Antidepressantlarni ham, neyroleptiklarni ham asoratlari ko'p va bu dori shikoyatingizni yo'q qiladi. Shikoyatlaringiz nega paydo bo'lyapti? Yashash tarzdanmi? Yo shu doriga o'rganib qoldingizmi? Yo boshqa sabablar natijasida paydo bo'lyaptimi? Agar misol bezovta oyoqlar sindromi natijasida paydo bo'layotgan bo'lsa bu uyqusizlik, ikkovi mana bu kitob battar qiladi. Azaleptin ham battar qilishi mumkin sizni uyqusizligingizda. Boshida yordam bergandek bo'ladi, keyin battar qiladi. Agarda oddiy bir asabiylik yoki nevroz natijasida paydo bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda ham KPTdan foydalanishni maslahat beraman. KPT dunyoda birinchi o'rinda turadi. Insonning fikrlashi, insonning xulq-atvori bilan ishlaydi. Javob shuki, ikkalasini ham tavsiya bermayman. Bu dorini ichib yuradiganlar nima qilishlari kerak? Imkonlari borida, vaqtlari borida ushbu doridan qutulishga harakat qilinglar. Sog' salomat bo'linglar.